O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-may sanasidagi 67-sonli farmoni tasdiqlandi. Yangi tarixdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 6 bo'lim, 27 bob, 155 modda qabul qilindi. 61-modda fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy merosini asrab-avaylashi shart. Tarixiy ma'naviy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi. 25-modda yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. 4-modda bola tushunchasi bola manfaatlarining ustuvorligi va ishtirokchi davlatlarning konvensiyada belgilangan huquqlarni kamsitishsiz amalga oshirish choralarini ko'rish majburiyati. Davlat yoshlarning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ekologik huquqlarini ta'minlaydi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. 12-modda bolalarning o'z nuqtai nazarini, o'z fikrini bildirish, fikrlash, vijdon va din erkinligi, uyushish va tinch yig'ilishlardagi huquq, bolalarning axborotga ega bo'lish va uni tarqatish huquqlari bayon etiladi. 63-modda fuqarolar konstitutsiya va qoidalarga rioya etishi, boshqa insonlar huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatlarini hurmat qilishga majburdirlar. 31-modda bolalarning ta'lim olishi, ona tili va madaniyatdan foydalanish huquqiga ega. 43-modda davlat fuqarolarining bandligini ta'minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish, shuningdek kambag'allikni qisqartirish choralarini ko'radi. Davlat fuqarolarining kasbiy tayyorgarligini va qayta tiklashini tashkil etadi hamda rag'batlantiradi.